Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan 14-mart SAT imtihonida ko'pchilikni qiynagan 10 ta savolni yechimini ko'rib chiqamiz. Video Messagers jamoasi a'zolari tomonidan maxsus tayyorlanmoqda. O'zimni qisqacha tanishtiraman. Ismim Asliddin To'ray, Messagers jamoasi asosiy ustozlaridan biriman. Agar siz 28-mart yoki may hamda iyun oylarida imtihon topshirishni reja qilgan bo'lsangiz, bu videoni ko'rishingiz shart. Demak, biz boshladik. Birinchi misol darajali modellashtirish mavzusiga tushadi. Buni biz yopiq guruhlarimizda qisqacha tarjima qilmasdan ishlash usullarini ko'rib chiqamiz. Odatda qanaqa ishlaymiz bunaqa savollarni? Tepa qismini tarjima qilmaymiz. Hop, funksiyani o'zini yozib olamiz. Pt teng 67 ko'paytirilgan shaklini o'zgartiryapman. 1 plus 1 taqsim 4 bo'ladimi? 1 taqsim 4 ni 25 taqsim 100 darajasida t deyman. Endi xulosa nima bo'ladi? Har yili 25% ga oshyaptimi? Nima berilgan bo'lsa, p nima bo'lsa, o'shani qiymati har yili 25% ga oshyapti. Javoblarning ichidan 25% o'sishni topishimiz kerak. Bu birinchi usul. Birinchi usul. Xo'p. Qarayman. Every third render, har to'rtta render there were in the population. O'sha mana shu aholidagi har to'rtta render 13 year, aniq bitta yildagi predicted that there will be bo'ladi, 5 ta render bo'ladi keyingi yilda. Mana shu 25% o'sishga teng. Ya'ni har 4 ta render keyin 5 ta bo'ladi. Bu 4 ta 5 taga o'tsa 25% o'sishni bildiradimi? Demak, bu ayni biz kutgan A javobni beradi. Endi ikkinchi usul qanaqa? Ikkinchi usul shunchaki 4 ta mana bu 5 taqsim 4 ekanligidan har 4 tasi keyingi yil 5 ta bo'lishini ham bilsak bo'ladi. Bu birozgina mantiqqa asoslangan. Asosan birinchi usulda ishlaganimiz qulay. 25% o'sish odatiy ko'rib yurgan misollarimiz kabi javoblarning ichidan qaysi birida 25% o'sish bor. Demak, har 4 ta render 5 ta render bo'layotgani bu 25% o'sishni bildiradi. Demak, to'g'ri javob A. Endi ikkinchi savol. Hop, ikkinchi savol ham ko'pchilikni qiynagan va ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Hozir men buni bir qancha holatlarini tushuntirib o'taman. Triangle JKL. JKL uchburchakda. Hop, uchburchak chizib olaman. JKL. Measure of angle J. J ni o'lchovi bizga berilgan 90B. Measure of angle K. K ning o'lchovi 66 ta A va L ni o'lchovi bor 24 A. 24 ta A. Endi uchburchakning ichki burchaklarini qo'shadigan bo'lsam, 90 ta A qo'shilgan 90 ta B. 90 ta A qo'shilgan 90 ta B teng bo'ladi 180 ga. Bundan A bilan B ning yig'indisi 2 ga teng bo'ladi. Bu yerda A bilan B ga shartiga e'tibor beramiz. A hamda B lar konstanta. Ya'ni shunchaki o'zgarmas sonlar deyapti bu yerda. Xo'p, agarda A hamda B lar constant integer deganda, ya'ni butun son deganda, majbur bizda A ning qiymati 1, B ning qiymati ham 1 bo'lar edi. A teng 1, B teng 1. Ikkalasining yig'indisi 2 bo'lish uchun va o'shanda B 1 ga teng bo'lganligi uchun to'g'ri burchakli uchburchak hamda cosinus L bilan sinus K ning qiymati 1-1 ga teng bo'lar edi. Agar butun son deb berganda. Agarda bu butun son bo'lmasa, misol uchun A ning qiymati 1 taqsim 2, B ning qiymati 3 taqsim 2 bo'lishi mumkin yoki teskarisi bo'lishi mumkin. O'shanaqa holatda bizda cosinus L ham katta bo'lishi mumkin yoki sinus K ning qiymati ham cosinus L dan katta bo'lishi mumkin. Hozirgi holatda butun son demagan, demak biz buni aniq ayta olmaymiz. There is not enough information. Berilgan ma'lumotlar yetarli emas. Cosinus L hamda sinus K ni qiymatini taqqoslashimiz uchun. Hop, bu ichkaridan misol uchun kimgadir tushgan holatda ba'zilarga butun son deb tushgan bo'lish ehtimoli bor. Agar butun son deb tushgan bo'lsa, cosinus L sinus K ga teng bo'lar edi. Hozirgi holatda lekin D javob bo'ladi bizda. Berilgan ma'lumotlar yetarli emas taqqoslashimiz uchun. Yoki berilgan yuqorida in the triangle JKL deyapti-yu. JKL uchburchakda degan. Agar mana bu yerda right so'zi bo'lganda, right triangle, to'g'ri burchakli uchburchak deganida, unda biz mana bu 90 B ning qiymati eng katta burchagimiz 90 bo'lishi, B ning 1 ga, A ning ham 1 ga teng bo'lishini topgan bo'lar edik.
O'shanda ham to'g'ri javob B bo'lar edi. 14-marta ko'pchilik bu savolga ayni B javobni belgilab chiqqan. Aslida javob D. Qachon B bo'lish holatini ham aytib o'tib ketdim. 3-savol. Birinchi gap, birinchi vergul, birorta ham sonimiz yo'q. Demak, biz buni tarjima qilishimiz shart emas. Endi sample o'sha namunaning massasi 530 ming milligram. Demak, dastlabki P0 qiymatimiz 530 mingga teng bo'lgan. Massa of sample o'sha namunaning massasi decrease. Mana bu joyda kalit so'z turibdi. Bu ham darajali modellashtirish mavzuga tushadi. Decrease half, ya'ni yarmiga kamayadi. Every 5 days. Mana shu joy bizga o'zi yetarli bo'ladi. Ya'ni funksiyasi qanaqa bo'ladi? P0 har yarmiga kamayganligi uchun 1/2 va qancha vaqtda yarmiga kamayapti? Har 5 kunda deyaptimi? Demak, biz nima olamiz? T/5 olamiz. Har 5 kunda bo'lsa mahrajga 5, har 3 kunda bo'lsa mahrajga 3 olar edik. Hop, funksiyasi tuzildi. P0 ning qiymati ham bor. Bizdan so'ralayotgan narsa which of the following quyidagilarning qaysi biri closest to eng yaqin ekan massasiga milligramda. Sample o'sha namunaning massasi 35 days after. T teng 35 dagi. T teng 35 bo'lganda P nimaga teng bo'ladi? Mana shu narsa so'ralyapti. P ning qiymati. Shunchaki joyiga yozib qo'yamiz. P teng P0 ning o'rniga 530 ming ko'paytirilgan 1/2 darajasida T ning o'rniga 35 ni qo'ysam, 5 ga bo'lsam 7 bo'ladi. Buni hisoblasam 4000 taxminan 4141. To'g'ri javob A. Keyingi savolga o'tamiz. 4-savol. Given equation berilgan tenglama, mana kvadrat tenglama berilgan. P hamda W lar integer konstanta. Endi bu yerda aniq yozilgan butun son, butun konstanta soni deb yozib qo'yaman. Integer bu butun. Equation tenglama has ega exactly one real solution. Exactly aniq one bitta real solution haqiqiy yechim. Aniq bitta haqiqiy yechimga ega bo'lsa kvadrat tenglama diskriminanti 0 bo'lish kerakmi? Bizdan so'ralayotgan savol which is qaysi biri not emas possible, possible. Bitta mumkin bo'lgan qiymati W ning bitta mumkin bo'lgan qiymati bo'la olmaydi. Xo'p, diskriminantni 0 ga tenglaymiz kvadrat tenglamada. 35 86 ni plus qilib o'tkazaman, teng 0. Diskriminant qiymatini yozadigan bo'lsam, p kvadrat plusdan minusdan 4 ko'paytirilgan 4 p w plusdan 86 bo'ladi. Xo'p, buni soddalashtiraman. 0 ga tenglay. P kvadratimiz teng bo'ladi 4 ning kvadrati ko'paytirilgan w plus 86. Ilzo oladigan bo'lsam, p ning qiymati teng bo'lishi kerak 4 ta ilzosida w plus 86. Endi p ning qiymati butun son ekanligi shartida aytilganmidi? Demak, ildizdan son chiqish kerak. W shunaqangi qiymat bo'lishi kerakki, 86 ni qo'shsam ildizdan son chiqish kerak. Chunki 4 butun son, ildizdan butun chiqish kerak. Hop, endi -22 ni qo'ysam 64 bo'ladi. Demak, ildizdan 8 chiqadi, p butun songa aylanadi. -22 bo'la oladi. 14 ni qo'ysam 100 bo'ladi. Hop, ildizdan son chiqadi, p ham butun qiymatga aylanadi. 314 ni qo'yadigan bo'lsam 400 bo'ladi, 400 dan son chiqadi. Bittagina s ning o'rniga 25 ni qo'yadigan bo'lsam, butun son chiqmaydi. Ildizdan va p ning qiymati butun bo'lmaydi. Bo'la olmaydigan qiymati w ning 25 ga teng ekan. To'g'ri javob C. Xo'p, endi 5-savolga o'tamiz. 5-savol mana shu 14-mart imtihonida emas, oldindan bu tushgan savol va buni Sattaker 800 loyihasida ham imtihondan bir necha kun oldin ustozlarimiz bilan birgalikda ayni o'sha savolni sonlari o'zgarmagan holatda ko'rgan edik. Masala qiyinmi? Ha, haqiqatan tarjimasi yo'q bo'lgan o'qituvchi uchun bu anchagina vaqt oladi. Lekin bizni o'zimizning usullarimiz bor. Osonroq bo'lgan deyarli tarjima qilmasdan ishlaydigan usullarimiz. Demak, boshladik. Xo'sh, darajali funksiyamiz dastlabki qiymatini aniqlaymiz va qancha foizga o'syapti. Bu yerda ko'pchilikning chalg'itgan joyi 2% bor. 0.4% mi, 0.3% mi? Javoblarga e'tibor beradigan bo'lsak, 0.3% bor, 0.4% yo'q. Nima uchun aynan 0.3 olingan? Dastlabki qiymatimiz
Bu yerda 600 bor. Nima uchun 600 qo'yilmagan? Mana shu savollarga javob beramiz. Xo'p, demak, birinchi gap mana bu yergacha bizga tarjimasi kerak emas. Xo'sh, kalit so'zlardan foydalanamiz. Original account balance $600 edi. Demak, original dastlab $600 bo'lgan. Undan keyingi gapga e'tibor beramiz. 6 months, 6 oy after keyin o'sha Bennett opened. Bennett ochilganidan 6 oydan keyin o'sha balance increased oshyapti 0.4% ga original balansni. Mana shu joyga e'tibor beramiz. Ko'pchilik tarjima qila olmagan yoki tushunishga qiynalgan joyi bo'lishi mumkin. Dastlabki 6 oy davomida bu chiziqli oshgan. Nima uchun? Original balansni 0.4% ga oshyapti. Dastlabki 6 oy davomida bu chiziqli bo'lyapti. Mana shu joyi kalit so'z. 6 oy davomida chiziqli bo'lyapti. Dastlab $600 bo'lsa, o'sha $600 ni 0.4% ga oshayotgan bo'lsa, 6 oydan keyingi balansni hisoblasam 600 2.4 ga teng bo'ladi. 6 oydan keyingi balans. Chunki o'sha 600 ni 0.4% ni topib qo'shib qo'yaman. Xo'p, undan keyin nima bo'lyapti? Undan keyin 8 oydan so'ng after Bennett opened. 6 oy chiziqli oshdi. Undan keyin 8 oydan keyin o'sha balance increased oshyapti. Additional qo'shimcha 0.3% ga at the end of first 6 months. Ya'ni dastlabki 6 oydan keyingini 0.3% ga oshyapti. Demak, 6 oy o'tdi. Undan keyin 8 oydan keyin bu 0.3% ga oshishni boshladi. Endi darajali o'sishga o'tdi bu. Hop, every 2 months, har 2 oyda after keyingi first 8 months, ya'ni dastlabki 8 oydan keyin har 2 oyda o'sha balance increased oshyapti 0.3% ga. Endi mana darajali o'sish ekanligini bila olsam bo'ladi. 0.3% ga oshyapti 2 months before, 2 oy oldingining. Xo'p, mana endi biz aniq bo'ldi. Har 2 oyda 0.3% oshish bir plus 0.3 bo'lsa 0.3 taqsim 100 darajada har 2 oy bo'lganligi uchun x taqsim 2 bo'lish kerak edi aslida. Lekin 6 oydan so'ng darajali o'sish boshlanganligi uchun biz buni 6 oyni chiqarib tashlaymiz. X minus 6 qilaman. 6 oydan so'ng boshlanganligi uchun va har 2 oyda 0.3% oshayotganligi uchun mahrajga 2 ni yozib qo'yaman va dastlabki qiymat boshlangan darajali o'sishni boshlanishi 602.4 bilan boshlangan. O'shanda menga to'g'ri javob B ga teng bo'ladi. X minus bu yerda darajadan bilib olishimiz kerak aslida. Nima uchun 6 yerilyapti? 6 oydan so'ng darajali o'sish boshlandi. Nima uchun mahrajli 2? Chunki har 2 oyda 0.3% oshayotganligi uchun. Xo'p, keyingi savolimiz 6. 6-savolni ishlashdan oldin sizlarga real imtihonda chalg'ituvchi misollar qanaqa bo'lishi, qanaqa qilib chalg'itish haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. E'tibor bergan bo'lsangiz, misollarni deyarli birortasini tarjimani boshidan oxirigacha qilmayapmiz. Sababi imtihonda har bitta modulda sizga 22 ta savol 35 minut vaqt beradi. Agar siz har bitta masalani boshidan oxirigacha tarjima qilib tushunib yechmoqchi bo'lsangiz, 35 minutda bu turdagi savollarni 10 tasiga ham ulgurmaslik ehtimolingiz yuqori. Bu savollarni biz qayerdan bilyapmiz? Aynan qayerni tarjima qilish kerak, aynan qayerini qarab javobni olishimiz kerak. Bu uchun SATning hamma mavzularini, har bitta mavzu ichidagi savol turlarini o'rganib chiqishingiz kerak. Video asosan yopiq guruh ustozlarimiz uchun tayyorlanganligi uchun ularga mos holatda, ularga mos darajada yechim berib o'tyapman har bitta savolga. Chunki ular bilan biz SATning hamma mavzularini tugatganmiz. Qaysi misol uchun darajali modellashtirish bo'ladimi? Qayeri kerak? Funksiyaga bitta qaraymiz. Nechta noma'lum bor? O'sha noma'lumlar nimani ifodalashi va savol javobni belgilaymiz. Yoki data, grafik misollar, grafikning tepa qismi bizga umuman kerak emasligi. Grafikka bitta qarab, savolni o'qib, javobni belgilashimiz kerak. Agarda siz yaqin orada SAT imtihonini topshirishni reja qilgan bo'lsangiz, mana shu eng qiyin
modellashtirish, data yoki funksiya mavzulariga oid misollarni to'liq masalani boshidan oxirigacha tarjima qilmasdan qisqa yo'llari orqali har bitta savol turini o'rganishingiz kerak. O'shanda birinchi modulga bemalol 15 daqiqa ichida tugata oladigan, ikkinchi modulni ham bemalol 20-25 daqiqada tugatib, ikkinchi marta tekshira oladigan darajaga chiqasiz. Demak, biz 6-misoldan yechimlarni davom etamiz. Chiziqli modellashtirishga oid misollar ekan. Biz nima qilamiz? Chiziqli modellashtirishda nima berilgan tenglamasi qanaqa? Qaraymiz. 10x plus 26257 26858 ga teng. Xo'p, bu yerda sonlar nimani ifodalashiga qarayman. Yanvar 2000-yil yanvarda birinchi sanasida population aholisi, town o'sha shaharning aholisi 26257 ga teng bo'lgan. Demak, mana bu yerdagi funksiyadagi 26257 dastlabki aholi soni. Xo'p, endi 2010-yilning 1-yanvariga borib, mana shu aholi soni 26800 ga yetgan. E'tibor bering, 26858 ga yetgan. Bu dastlabki qiymat. Mana bu oxirgi qiymat bo'lsa, 10 ko'paytirilgan x. Bu yerda x nimani bildiradi? Orada 10 yil o'tyaptimi? 2000-yildan 2010-yilgacha. 10 yil ichida har yili aholi soni nechtaga ko'payib borayotganligini bildiradi x. Har yili x taga oshib borayotgan bo'lsa, 10 yilda 10x taga oshadi va 10x ga dastlabki qiymatni qo'shsam, oxirgi qiymat kelib chiqadi. Bizdan so'rayotgan savol, x nimani bildiradi bu kontekstda? Best interpretation, eng yaxshi izohi nimaga teng deb so'rayapti. Xo'p, total increase, umumiy o'sish emas, x ning o'zi. Agar 10x ni so'raganda, 10x o'sha 10 yil davomidagi umumiy o'sishni bildirar edi. Population town 10 years after. 10 yildan keyingi emas, 2010-yildan 10 yildan keyingi deyapti. Yo'q, bu ham xato. Average increase per year. Mana shu to'g'ri bo'lishi mumkin, chunki o'rtacha o'sish har yili 2000-yildan 2010-yilgacha. Mana shu javob to'g'ri bo'ladi. 2000-yil 2010-yil oralig'ida har yilgi o'rtacha o'sish. Dejo percentage foizi yo'q. X bu yerda foiz emas, o'zi boshidan xato bo'lib boshlandi. 7-savolga e'tibor beramiz. 7-savol. Bu savol ham bizning o'zimizning kitobimizda ham bor edi. Xuddi mana shu turdagi savol, ya'ni model mana bu darajali modelning o'zidan foydalanib emas, birozgina o'zgartirish kiritishimiz kerak modelga. Xo'p, o'qiyman. Funksiya berilgan, kirish qism, tarjima shart emas. For a given function f degan joylar shart emas bizga. F nimani bildiradi? Fx ning qiymati increase oshayapti. P foizga oshyapti. Every increase, har x ning o'sishida 8. Demak, har x 8 ga oshganda, e'tibor bering. Funksiyani yozaman. 1 plus p foizga oshyapti. P taqsim 100 darajada x taqsim 8 bo'ladi. Nima uchun x taqsim 8 bo'ladi? Chunki har 8 ga oshganda x ning qiymati, f ning qiymati p foizga oshyapti. Bizda darajada 4 turibdi-yu, berilgan modelimizda. Demak, biz ko'rinishni o'zgartirishimiz kerak. Shakl almashtirsak yetarli. Fx teng bo'ladi 23 ko'paytirilgan, men buni yozib olaman. 1.2 ni darajasi kvadrat qo'yaman va uni darajasidan x taqsim 8 ni qo'yaman. Daraja moslandimi? Har 8 yilda nechadir foiz o'sishiga yozaman endi. 23 ko'paytirilgan 1.2 ning kvadrati 1.44. 1 plus 44 taqsim 100 deyman. 1 plus 44 taqsim 100. Darajasida x taqsim 8. Mana endi bizga tayyor turibdi. Har 8 yilda 44 foizga oshadi. Bizda o'sha foizni joyida p foiz oshar edi. Har 8 yilda p foiz oshyapti. Demak, biz p ning qiymati 44 ekanligini topdik. P 44 ga teng. To'g'ri javob D. 8-savolga o'tamiz. Xo'p, bu ham darajali modellashtirish. O'zi mana shu imtihonda ko'pchilik ustozlarni darajali modellashtirishga oid savollar qiynadi. Ba'zilari mana shu misol kimgadir tushgan bo'lsa, yuqoridagi kimgadir tushgan, hammasi bir kishiga tushmaydi. Hamma mana shu qiyin savol turlari bittasi boshqa o'qituvchiga yoki o'quvchiga, yana biri boshqa o'qituvchi yoki o'quvchiga tushgan bo'lishi ehtimoli yuqori. Sizga ham mana shu 10 savolning ichida qaysidir bittasi yoki ikkitasi tushgan bo'lishi mumkin. 8-savol. Xo'p, birinchi vergul, birorta son yo'q, kerak emas, tarjima qilmaymiz. Endi
Ikkinchi gap, number of tree daraxtlarning soni with shunaqangiki given diameter berilgan diametrli daraxtlarni soni measured o'lchandi va height balandligi 21% ga kam ekan, 21% ga kam bo'ladi. Less kamroq, each har 1 inch increase, 1 inch o'sish. Demak, har 1 inchga o'sganda diametrimiz balandlik 21% ga kamayadi. Ha, demak biz buni nima qilamiz? Modelini yozib oladigan bo'lsam, dastlabki f deb boshlayib, emas, f teng ekan f0 1 minus 21 taqsim 100 bo'ladi. Tushunarli? Nima uchun? Chunki 21% kamayib borishi minus 21 taqsim 100. Har bir diametr 1 inch oshganda deganligi uchun darajaning o'zi shunchaki x bo'ladi. Chunki har 2 inch yoki har 3 inch oshganda demayapti. Har 1 inch o'sish bu ayni darajada x turishini bildiradi. Xo'p, endi mana shu modelni bizga a ko'paytirilgan b darajasi x ko'rinishda tuzgan. Mana biz ham yozib oldik. Buni shaklini almashtiradigan bo'lsam f0 0,79 darajasida x bo'ladi. Endi bizga avtomatik a javob bilan c javob chiqib ketdi. 0,79 bo'lishi kerak. Endi dastlabki qiymatga 3100 olamizmi yoki 6600? Ko'pchilik mana bu 3100 ni ko'rib, dastlabki qiymatni 3100 deb belgilab, javobga b ni olgan bo'lishi mumkin. Lekin aslida bu chalg'ituvchi edi. E'tibor beramiz, nima demoqchi? 3100 nimaligini aytyapti bu yerda. Model estimate, model baholaydi. Z shuniki 3100 ta daraxt, 3100 ta daraxt forest o'rmonda diametri 13 inch bo'lganida, ya'ni diametri 13 inch bo'lganda daraxtlar 3100 ta bo'ladi. Diametrini nima deb belgilaganmiz? X deb belgilaganmizmi? X ning qiymati 13 bo'lganda f ning qiymati f13 qo'yib qo'ying. Mana shu 3100 bo'lishi kerak. Ya'ni 3100 ni qo'yaman. F ni o'rniga f0 ning o'zi va 0,79 darajasiga 13 ni qo'yaman. Mana bu tenglikdan, tenglamadan f0 ning qiymatini topadigan bo'lsam, 66000 bo'ladi. Mana f0 ning qiymati topildi. O'zi buni hisoblashimiz ham shart emas. Avtomatik D javobni belgilasak bo'ladi. Keyingi savol, 9-savolga o'tamiz. 9-savol. Bu turdagi savollarimiz o'zimizning kitobda ham bor edi, bir necha marta ishlaganmiz. Chalg'ituvchi joyi bormi? Ha, chalg'ituvchi joyi bor. 9-savolga e'tibor beramiz. Birinchi nuqtagacha men deyarli birorta so'z son ko'rmadim va sonni ifodalovchi so'z ko'rganim yo'q. Bitta ko'z yurdim. Demak, bu qism bizga kerak emas. Masalani shartida nimalar berilganligi aytilyapti. Boshdan oxirigacha o'qish vaqtimiz yetmasligiga sabab bo'ladi. Bu narsani yuqorida aytib o'tdim. Xo'p, endi e'tibor beramiz. Each structure nima bo'lsa, o'sha har bitta structure has ega ekan, height balandligi 20. Demak, h ning qiymati 20 ligi bor. Va length of each structure, har bitta structurening base asosining uzunligi, mana bu joyga e'tibor bering. Length of base desak ham bo'ladi yoki har bir structurening asosining uzunligi x inch ekan. Demak, asosning uzunligi, mana bu asos deb olsam, mana bu prizma shaklida balandligi 20 ligi bor. Xo'sh, asosning uzunligi x deb olsam, mana shu qaysiki o'sha x ni ta'riflayapti. X 2 inch more than, 2 inch kattaroq ekan. Nimadan? Width kengligidan. Demak, bu 2 inch kattaroq bo'lsa, kengligi 2 inch kichikroq bo'ladi. X minus 2 ga teng bo'ladi. Asosining eni, asosining uzunligi x bo'lsa, asosining eni x minus 2 bo'ladi. Ko'pchilik bu yerda more than so'zini ko'rib, more than katta degan xo'sh, ma'noni bildirgani uchun x plus 2 deb ketgan bo'lishi mumkin. Aslida mana shu joy aynan chalg'ituvchi. O'shaning uchun bu savol bugungi 10 ta qiyin savollar ro'yxatiga kiritildi. Demak, bizdan so'rayotgan narsa nima? Which function? Qaysi funksiya funksiya gives beradi volume, hajmini beradi each structure. Har bitta structurening hajmi so'ralgan. Hajmini topish uchun uchalasini bir-biriga ko'paytirib qo'yamiz. 20x x minus 2. Bizda D javobda turibdi. Demak, to'g'ri javob D. Xo'p. Hozir bir daqiqa.
Planshetni zaryadi o'chyapti. Planshet zaryadini to'g'ri olishim kerak. Xo'p, demak, davom etamiz va nihoyat oxirgi savolga yetib keldik. 10-savol. Xo'sh, bu qanaqa savol? Bu ham o'z aslida foizlarga oid savol ekan. Boshladik. Value of collectible. Collectiblening qiymati item o'sha buyumdagi increased oshadi same percentage. Mana bu joyga e'tibor bering. Bir xil foiziga oshadi every year. Har yili 2000-yildan 2007-yilgacha. Mana shu joyi bizga kerak. Har yili bir xil foizga oshishi. Endi 2000-yilda value of collectible o'sha 2000-yilda 40 ga teng edi. Yozaman. 2000-yil demak bu 40 ga teng ekan. And bu yerda birozgina so'zlar qo'shilib qolibdi. Ha, muammosi yo'q. 2002-yilda value of o'sha collectible 2002-yilda 48,4 ga teng bo'lgan. 48,4 ga teng bo'lgan. Ya'ni necha yil o'tdi oradan? Plus 2 yil o'tdi. Har yili bir xil foizga oshish murakkab foizni bildiradimi? Formulasi qanaqa bo'ladi shunda? P teng P0 1 plus R taqsim 100 darajasida T bo'ladi. Demak, 2 yil. T'ga 2 yilni qo'ysam 48,4 bo'ladi. 48,4. P0 ning qiymati 40 ga teng. 1 plus R taqsim 100 necha yil? T ning o'rniga 2 ni qo'yaman. Mana shundan R ning qiymatini hop topadigan bo'lsam, R ning qiymati har yili xo'sh 11%, 10% ga o'sishni bildiradi. 10%. 10%. Nima uchun 10%? Hisob kitob qildik, shunchaki mana buni bo'lib oldik. Shu ildiz oldik, R ning qiymatini topdik. R ning qiymati 10 ga teng bo'ldi. Endi bizdan so'rayotgan narsa nima? What was nimaga teng edi? Value qiymati dollardagi this collection. Mana shu collectible ning qiymati 2007-yildagisi so'ralyapti bizdan. Xo'p, 2007-yil bo'lishi uchun 2000-yildan keyin plus 7 yil o'tish kerak. Demak, T'ning o'rniga hamma narsa bizga topildi. P teng dastlabki qiymat 40 ko'paytirilgan. R foizi qancha? Foizi hop 10%. 1 plus 10 taqsim 100 darajasida endi 7 bo'ladi. Endi bu ham bizga kalkulyator beriladi. Kalkulyator berilsa hisob kitob muammo emas. Mana shuni hisoblaydigan bo'lsak, kalkulyator orqali 77,94. Dastlab bu o'zi davomi ham bo'ladi. 94. Biza yaxshilang demagan qaysidir xonagacha, shunchaki toping deyapti. Demak, kattaroq son chiqib ketdimi? Biz dastlabki 5 ta belgisini olamiz. 4 ta son bitta nuqta bilan 5 ta belgi bo'ldi. Demak, javobga yopiq savol bo'lganligi uchun 77,94 deb yozishimiz kerak. Va nihoyat sizlar bilan 10 ta savolni ko'rib chiqdik. Xo'p, endi bundan keyingi chiqadigan videolar haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. SAT imtihoniga tayyorlanishni reja qilgan yoki hozirda tayyorlanayotgan ustozlar va o'quvchilar bo'lsa, qisqacha tavsiyam qanaqa? Siz eng muhimi SATda tushadigan barcha mavzularni bitta tugatishingiz kerak va o'sha mavzuning ichida o'zi bir nechta savol turlari bor. O'sha savol turlarini to'liq tugatishingiz kerak. Undan so'ng siz agar matematika o'qituvchisi bo'lsangiz ham tarjima masalani boshidan oxirigacha tarjima qilishingiz shart bo'lmaydi. To'g'ri tayyorlanish usuli. To'liq bitta mavzularni tugatasiz. Mavzuning ichida har bitta savol turlarini qanaqangi savol turi keladi o'rganasiz. Undan so'ng oxirida qo'shimcha 1 oy practice test yechish orqali tezligingizni oshirasiz. SAT siz o'ylaganchalik qiyin imtihon emas, agar matematik darajangiz 5-9-sinf mavzularini yaxshi bilsangiz. Agar siz SAT imtihoniga tayyorlanishni o'ylab yurgan bo'lsangiz va qanday tayyorlanishni bilmasangiz, bu bo'yicha bizning o'zimizda maxsus dastur bor. Agar o'qituvchi bo'lsangiz, birinchi hafta tarjima qoidalari qisqacha ko'rib chiqamiz. Undan keyin o'zimizda maxsus Sattakers Maths kitobi orqali 1 oyda SATni to'liq mavzulari tushishi mumkin bo'lgan har bitta savol turlarini oxirgi 1 oy tezlikni oshirish uchun practice testlarni yechib chiqamiz. Agar siz videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, videoga like bosishni unutmang. Bu keyingi videolarimiz ko'plab SAT tayyorlanishni reja qilgan ustozlar hamda o'quvchilarga yetib borishiga xizmat qiladi. Demak, videoni oxirigacha ko'rgan barchaga rahmat.